Assalamu alaikum bütün cihandaki qarindoshlarım, xalqim, farzandlarim. Sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Men yana ekranda sizlar bilan yuz ko'rishyapman. Chunki bir ona bo'lish sifatim bilan aşı qirilayotgan vatandagi qarindoshlarim uchun bir ona bo'lish, bir Uyg'ur bo'lish, bir Sharq Turkistonlik bo'lish sifatim bilan aş turmalarda qirilayotgan, beyilayotgan kızlarımız depsende buluvatkan kızlarımız, nalıkvatkan alılarımız, küçükini jitim bulup ketken ballarımız, Xitayga üleştirip birivatkan ballarımız, aş muzdu tonlap kılıvatkan ballarımız, aş igiz binadan çüp buluvatkan narısı 7-2 yaş, 3 yaş ballarımız. Hey kırındaşlar, kandak bizni cim yatkızalaydı. Kandak men cim turalayım. 72'ye kirip, cim turuş gerek degenge, men kandak makul diyeleyim. Men cim turanmadım. Men sadarımlı bolsun o. Çıkırıp qolamdan kelgen kademni sizlar üçün, biz üçün to'xtamay öz hareketimni yapıryapman. Rabia apam jimib kaldım ekan deb o'ylamanglar. Men mayli Oqsaroy bolsun, mayli Ichki departman bolsun, Tashqi ishlar ministrining ishki bo'lim, kishilik huquq bo'lim, boshqa bo'limlari bolsun, mayli diniy bo'limlar bolsun. Mayli Amerika Kongresi olsun, mayli Amerika Senatör olsun, mayli Amerika'daki kişilik hukuk komitetleri olsun. Nahayeti mahbi astırtın her 2 günde bir kıtım müşahede özem bana yardım kılındığan, volunteer işlevatkan qarindoshlarım, ziyolilerim, inkılapçılarım bilen iş kılıvatıma. Fakat websaytga, Facebook'a koymavatma. Çünkü Xitayning çomakçılığı tarafidan mening qilayotgan ishlarim buzg'unchilik uchrayotidi. Mayli Oqsaroy kirdigan ishim bo'lsin. Bir qanday qilib buzyotidi. Tashqi ishlar kirgan Xitoy shu qadar oldimni to'syotidi qarindoshlarim. Lekin mening oldimni to'solmaydi. Mening oldimni ash vatanda laxta-laxta eqiyotgan yosh, laxta-laxta eqiyotgan qon, ashlarning bizdan umid kutib talmirib turgan ko'zlari Allah burası mening oldimni ochdi, sizlarning oldinglarni ochdi. Men to'xtamag'anligimning isboti bütün dünyadaki yaşlarımның to'xtamay fidoyi harakat etib berishi. Xalq harakatidan mush 1 yil 2018dan boshlab hozirgacha ajoyib xalq harakati qo'zg'aldi. Minglagan, yuzlagan fidoyilar guruhlari, tarjima qiladigan guruh, guvohlikdan o'tadigan guruh, uzun muddat namoyish qiladigan guruh, safarbarlik qilish, bir-birini qo'zg'aydigan guruh, yetim bolalarga iqtisadi toplab apırıp beradigan grup, ayol onalarga qaraydigan grup, hem bütün siyasi teşkilatlarga, devletni o'z turayotgan davlatlarninki parlamentiga, hukumatiga, kishilik huquq komitetiga, xalqiga o'rnatadigan gruplar lakmin chiqib, hozir dengiz kabi inqilob qo'zg'aldi. Qarindoshlar, bizning xalqimizni Xitoy o'ltirib tugatolmaydi. Bizning vatanimizni Xitoy hukumati, Xitoy kommunistleri yutib ketolmaydi. Biz geliga turib qolamiz. Shuning uchun o bizni yo'qotmoqchi bo'ldi, o yo'qotib bo'lolmaydi. Qanchalik yo'qotgan bo'lsa, shunchalikdan javobini olamiz. Qanchalik hayot qo'yadi ekan, bizning xalqimizga yaxshi muomala qiladi ekan, xalqimizni qo'yib o'tadi ekan, vaqtida o'zining jinoyatini to'xtadi ekan, biz ahvoliga qaraymiz. Agar unda qilmay, xalqimizni qirg'in qilishni, Xitoy o'lkalariga millionlab yo'tkashni davomlashtirar ekan, biz qo'yib bermaymiz. Biz chet elda 2 milliondan ortiq Uyg'urlar bor. Qarindoshlarim, 2 milliondan ortiq Uyg'urlar bor biz. Hamma narsaga tayyor, har qanday harakatga tayyor, ovozga tayyor, boshqaga tayyor, har nimaga tayyor. Shunga men shunday tayyor ekanligimni nimadan yana deyman desangiz, men yillardan shu 2018 yıldan beri ki halk intilabıda İli Ekber acımını İli Ekber acımının açıkkan inkılabıda ködünler uzun sefer qa degen yığıvatkan, yağmur degen yığıvatkan, şamal degen vırıldap çıkıvatkan, aş kandak appak sakalları bilen kandak menip çıraylık namayışını kıldı. Sitim Türk'ünü kördünler. Dünyanın hem yerde bütün Türkler 80 vilayetli aileге berip, hem teşkilatçılarını kozgap, hem Türk halkını kozgap kandamıldı. Bunun şu jarayonda qarindoshlarım, yana 3 nativan jigit
chiroyli, güzel Uyg'urning jangchilarini men ko'rib turibdiman. Men ulardan shundoq faxrlanaman. Masalan, Arshidin Erkin, Zulfqar Ali, Olimjon Turdi. 12 aydan boshlab hozirgacha 50 ga yaqin shahar noilalarni namoyish qilib aylandi. O'ylab baqqanlar qarindoshlar. 50 ga yaqin mushu soğuqda 50 ga yaqin har bir shaharda bular nayti namoyishlam emas, bular nayt sezgur, nayt aqlliq, nayt üstün seviyelik siyaset oynadı. Hem şehirlerge seferberlik qilib namoyish qildi, her bir şehirge aylandı, hem şu şehirge berib, şu şehirde turishliq Türkiye'nin her qandaq teşkilatlarını apartman elib, ular bilan ko'rishib, ular Uyg'ur meselesini anlattı. Hem şu yerdə yana yerli xalqni qo'zg'ab, o'z bağan şehirde hem xalqqa nutq so'zlash, hem ularni namoyishga ochdi. Muş 50 şehirni muşundaq vaqt 3 yaş qo'zg'alibdan keyin 3 emas 30 milyon Uyg'ur. Aş 3 yaş 30 milyon Uyg'ur. Mana xalq. Biz ümitsizlenmeyli. İttifaqsızlık var deymiz. Yarımda hata işler var deymiz. Toğru işler var deymiz. Bundaq ümitsizliğin kişinin hiç qandaq haceti yoxluğunu mana muş ballardan görünler. Endi 17 yaşlı kızımız, ismini unutqaldım.